أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسول البشر أفضل من رسول الملائكة ورسول الملائكة أفضل من عامة البشر وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة. İnsanların içinde çıkan peygamberler Periştəninki içindeki peygamberlerden katıdır. Ve periştəninki içi çıkan elçiler insaniyetninki bütün insanlıkı umumusundan efzeldir. Şunudek umumu halk yani umumu insaniyet yani umumu peygamberlerden umumu periştəlerden katıdır. Biz mine muşuldak nem kılımız, itiqat kılımız. Biz ehli sünnet vel cemaat bulup benim müştahnim kılımız buna itiqatçı kılımız deylendi. Yani bunu İmam Nesefi rahmetullahi aleyhinki mene Akaidun Nesefi diyen bir kitap var metni. Şu kitapniki en ahırga keldik. Şuna bu kitap Allah'ın rahmetüyle tügeyden buldu. Muvaffak kıldı Allah. Hem de ahırı yaptan da aldığın yapını tartıp zaten bu hakikat degen nemi onu bilgi bolamdı. Onu dekin hakikat qandaq narsa, şunudek bütün kainat yaratgan bir kuch barmı yo'qmi deganidek, onu dekin payg'ambar, onu dekin o'lgandagi ahvollar deganidek, mushuni Qur'on, hadis va aqli dalilga asosan buni qandaq tushunamiz. Bu haqmi, to'g'rimi, qandaq deganning ustida qildi, to'xtaldi. To'xtalgandan keyin ham eng oxirgi bir mazmun kelib qoldi. O mazmunning ichida İnsanların içinde çıkan Allah tallab qilgan bir peygamber elçiler var. Şunudek muşu elçilerden başkayna piriştede bir məxluq var. Onunki bar ikenlike biz aldığımız derslerimizin üzerinde dep öttük. Bunun karta men Kur'an-ı Kerim'den ayet ve şunudek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den men hadis onun başka akli tefekkür kılış arkalık men bununki bar ikenlike mevcut ikenlike aynen hazır ba ikkelige onunki alayida bir məxluq ikkelige fakat Allah Taala'nınki men emrini cari keltirishga mukallaf ikkenlikka shuningdek ularniki insonlarga o'xshash erkak kishilikcha bo'lmaydiganlikqa eng ulug' bir məxluq nurdan yasalgan nurdan yaratilgan deganlikni ustidan qildik to'xtalgandan keyin buni qarab andan keyin insonlardan boshqa yeni bir məxluq bor. O məxluqniki o'zi meni perishta. Periştəninki içidimi Allah Taala men bu elçilikке özü yani özü bilen men insanlarning arasında elçi tanlagan bir insanlar çopa. Mesela Cibril aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, Azrail, İsrafil deydigan çoğ bir nima 4 tane elçi olan periştələr çopa. Bunun da başka şu periştəninki özü men şu 4-5 baştan qo'ygan periştəninki sanını Allah Taala bilgen kadar neme o Allah yüz bildi naiti çık. Bununki men Allah'ınki buyruğu olan her xil hizmeti çok boludu. Her xil hizmeti çok boludu. Men onunki hizmet onların işlerin üzü fakat Allah Taala şu işkin mesul kan bolsa onunki herkes tabiitiniki üzere yok deydigan bir xil narsa çok yok. Ve hum yap'aluna ma yu'marun. Ular olsa men buyruğan narsalarning üzere Allah Taala buyruğan her qanday narsani Olan nem kılıdı onu cezmen kılıdı. Her gün onu yak deydiğen onda tabiatı onda bir tabiat nememez yok. Dep müştahnim kıldık okuduk. Okugan bolgandan keyin insanlarga o'xshaydigan inson o'zi topidan yaratgan bo'lsa tuproqning hamda perishtalar o'zi nurdan yaratgan. Mana shaytonning o'zini jin shaytonning o'zini uni uchun o'tniki yalqinjab turgan shu narsani uchun nima qilgan yaratgan. Yaratgandan keyin yani demek yani bularniki o'ttirishga nisbatan biz nima deb qaraymiz, qanday deb qaraymiz. Bunun qarta bizniki ahli sünnet vel cemaat. Yani biz yani Müslüman bulup bununki cezmen ba ekan ishimiz. Ammo bu ishonmaydigan faylasuf, ateist, dinsiz hem ishonsa xato ishlaydigan mushtaq nimalar men kishilar cho'pa. Mesela Hristiyan, Yahudi, dinsiz, mesela Buddist deydiganlar bu ishonsimi uni to'g'ri bir shaklda Allah yaratgan aynan bir shaklda ular nima qilmaydi, ularga iymon etmaydi. U xato iymon etadi.
Meni şuna asasen endi bularniki o'ttirib ko'ran inson bilan firishta o'ttiridagi nisbat qol. Bizniki hozir ko'rishimizda nima deb ko'ramiz? Chunki firishtaning o'zi katta kishilar, ulug' kishilar deb hozir har qanday bir odam desa o'ziniki mushu tafakkur yo tushuncha yoki mushu bilimiga asosan mushtaqchu deydi. Chunki biz shuni o'ylab qilamiz. Shundaqmi yoki emasmi? Bizniki undaq ekanligini rasmiy belgilaydigan bu aql bilan birlikda uniki ustida turgan nima vahiy bor. Ya'ni Alloh taoloning o'zi shu narsalarni o'zi yaratgan zotningki o'zi orqali deyilgan nima degan bir so'zi bor. Vahiy shu qilish orqali andiki buning uchun nima qilamiz? Mening aqlim bor deb aqlning o'zi uning ustiga qo'yib berishga bo'lmaydi. Nima bo'lmaydi? Unda qilsa xatochi ish qilamiz. Unda varken bu Kur'an bilen hadisda bu doğruluk nima deydi? Unda varken biz mana mushu degan Kur'an va hadisga asosan qandoq degan bo'lsa biz shundoqcha ishlaymiz. Unda varken bu qatorda Kur'an bilen hadisniki o'zi bu nima deydi? Men mushu ustozini nima qilmaymiz, to'xtalamiz. Endi firishtaniki ichidami Alloh taolo alohida tanlab o'ziniki eng muqarrab bo'lgan deb belgitilgan nimalar va firishtachi bor. O firishtaning o'zi nima deydi? Uni elchilar deydi. Bu elchilarning o'zi firishtaga emas, insonlarning o'ziga yo boshqa ishlarning o'ziga Alloh taolo elchi qilib belgitgan. Unda varken mushu elchi bo'lgan firishtaning o'zi mana u cho'pa u bo'lgandikin yana insonlarning ichidan Alloh taolo men buniki ichidan eng loyiq, eng muvofiq, eng yaxshi meniki mushu degan mush vahiyimning o'zini to'liq bir shaklda mushu gapimni anglab men uni desam, mana payg'ambar firishtaninki payg'ambar orqali, elchi orqali desam, uni qo'lida unga layoqati bor deb tanlab chiqqan nimalar bor, firishtalar cho'pa. Mana bu firishtaning o'zida biz oldingi darsimizda qildik, unida deb o'tdik. Men Adem alayhisalom tortib Muhammad alayhisalomniki zamonigacha. Endi bu firishtalar bu elchilarning o'zi ham payg'ambarning ikki xil. Birisi elchi deymiz. Yin birisi nima o? Payg'ambar deymiz. Elchi deganimiz arabcha tildagi rasulun va rusulun degan gapning nimasi o? Tarjimasi. Bu nima? Rasullar degan arsala yursa evet degan gap. Elchilikka bir odam bir narsa evatgan bo'lsa, uni nima deydi? Uni arsala yursil irsal, mursal deb shuni deydi. Bundan chiqqan ism nima bo'ldi ekan? Rasulun. Uniki jam'isi nima? Rusul shu bo'ladi. Endi yin birisi nima? Biz uniki Uyg'ur tilida tarjima qilayotgan payg'ambar. Payg'ambar degan gapning o'zi asli Uyg'ur tilida bo'lmasa, bu Farsi tilidan kelgan bo'lgandan keyin bu payg'ambar degan gapning o'zi aslida xabar yetkazuvchi kishi. Ya'ni nabiy degan gapni nima qildi bu chiqdi. Nabiy degan gapning o'zining chiqishining o'zida ikki xil nima bor? Ko'z qarashi bor. Birisi naba'a yanba'u naba deydi. Bu nima qildi? Buni anba'a yunbi inba'an deb mundaq nima qildi? Apal qo'lning qatoridan. Men buniki o'zini xabar badi deydi. Xabar badi degan gap nima qildi? Bir odam bir narsa ko'rgan bo'lsa, shu bildigan bo'lsa, shuni andikin uni ko'rmagan odamlarga uni dedi. Mundaq dedi, undaq dedi deydi. Shuna arabcha tilida deydi, anba deydi. Anba, naba uniki jam'isi nima? Anbaun. Shu xabar bergan vaqtida anba ham axbar deb mundaq deydigan nima? Ishcho'pa. Unda bo'lgandan bu naba yanba'dan chiqqandiki bu ism cho'p bu. Yin birisi naba yanbi deb ulug' deydigan bir nima mazmunli tilcho'pa. Agar nabiyun degan gapning o'zi sifat mushabbahot unida chiqqan bir ne bo'lib xabar beruvchi degan anida qan bo'lsak, o'chal unida chiqdi deb. Agar uniki nimasi naba yanbidan chiqqan bu ulug' bo'ldi, ustun bo'ldi, oliy bo'ldi, ubdan bo'ldi degan ma'noda chiqqan bo'lsa, o'chalda nima bo'ladi? Naqs. O'chalda naqs bo'lib, u nima emas o? Mahmuzul ayn. Mahmuzul lamchu emas. Unda varken bu ikkisiga har ikkisi buni nima qiladi? Tushidi. Ya'ni ulug' kishilar, alohida kishilar, ya'ni Alloh taolo tanlab qolgan degan bu e'tiboran asl lug'at ma'nosi shu. Uniki andiki bizim Uyg'urchada buni nima dedik? Payg'ambar dedik. Endi bu payg'ambardan elchi ikkilisiki aslida bu Alloh taolo tarafdan kelgan degan mushu degan so'zga asosan har ikkilisiki moiti o'xshash. Lekin ularning qaratgan tarbiyaning qilmaydi, o'xshamaydi. Qanday? Elchi degan gapning o'zi ma Qur'oni Karimni va shuningdek islom dinida berketgan ism va uni qo'llangan
ismning o'zini biz Uyg'ur tilimizni ishlatayotgan til orqali tarjima qilib bo'lmaydi. Nima qilmaydi? Chunki Qur'oni Karim nima? Arab tili. Arab tili bo'lgandan keyin arabcha agar mush so'zning o'zi qandoq deb ishlatgan bo'lsa, oldi bilan shuni qilib, unidan bu ishni qo'llanishning, bu so'zning qo'llanishning oldida bu arablar nima deydi? Uni bir o'qib etib, unidan şu işletayotgan gapning o'zida Alloh taolo Muhammad alayhisalom payg'ambar bekatgandan keyin shundan e'tiboran islom dini keldi. Islom dini kelgandan keyin Allohning nazarida Muhammad alayhisalomning tushunchasida, ya'ni islom dinimizning ko'z qarashicha shuniki lug'at ma'nosi og'osimi, buniki ma'nosi nima? Ya'ni islom dinimizga ma'no nima deydigan mushtaq nima va tushuncha jo'ba. Mushunda qilsak andiki to'g'ri bir shaklda nima qilamiz uni tushunib shu unida haqiqiy to'g'ri bir üstügüçü bo'lmas. Endi buni apirib, masalan, Uyg'ur tilida mushtaq qiladi ekan deb apirib arabni. To'g'ri. Arabni Uyg'ur tiliga tarjima qilgan vaqtimizda aynan shunday tepish shu kerak. Uni nima qilamiz uni tirishimiz. Ammo bizning Uyg'ur tilida ishlatayotgan bir ma'noni akib bor. Bu shuni o'xshaydi deb apirib unda tarjima qilsak nimcha to'g'ri bo'lmaydi. Nima bunday deymiz siz? Chunki elchi degan gapning o'zi bizim Uyg'ur tiliga tarjima qilgan bir gap, Uyg'urcha. Bu gapni bizningki Uyg'urning ichida ishlatayotgan bir nima, bir doiraki bir mazmun bor. U qavm elchi degan gap, masalan bir odam yo to'y qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, yo bir ishni qilmoqchi bo'lsa, ikkinchi bir odam evatgan osh kishini va shunda keyinki taraqqiy qilib xalqniki mushundaq gap so'zlarning o'zini buruq davrining o'zida qandoq qildi, yani uni hozirda telefon bilan yoki bilan bo'lmagandan keyin shunda xat yezish orqali andiki buni uni evatdi. Evatgan bu odam bo'plam o'tirib bir odam chiqdi. U nima? Elchi, pochtkash deydi. Unda ondan keyin buningki asosan bu qandoq qildi faqat shu odamniki degan gapga asosan ashli shundaq yetkazib qo'ydi, endi qolgan gap shu yo'q. Endi mushundaq bir tushunchaga asosan elchi deb kelsak, Muhammad payg'ambar sallamniki, ya'ni elchiniki men shundaq degan gap bo'ladi. Nima degan gap? Ya'ni elchi degan gap oyat gap. O'zimizning ishlatayotgan gap orqali Qur'oni Karimdagi Alloh nimani dedi, nima maqsad qilib uni rasul dedi, uni o'qimay olib boshqa tarjima qilib oldi keyin payg'ambar alayhisolamning faqat hech qanday shariatdan yoki xalqini, musulmon xalqining o'zini yo muntaq qilishdan huquqi yo'q. Uni faqat mahrum qilib, mana hozir biz ishlatayotgan pochtkashga o'xshatib, ondaki buni faqat insonga yetkazib qo'ydi, uning boshqa ishi yo'q. Ondaki qolganni bizning hukumatimizdagi olim Alloh bo'lib ketgandan keyin Allohga biz ham yaqin, unda on bizim payg'ambar deb o'tirib, andan keyin uning hech qanday hirsa korimiz yo'q. O'zimizga qanday o'qimiz tushuncha asosan nereden evvalda tushunchamizni, ya'ni kafirniki maktubda o'qib olamdik, otishniki maktubda o'qib olamdik bir mezgil. Shunga men ilm deb o'zini danglab ayadi andan keyin shaytonning kuch ketib, andan apir shunga andan Qur'on nima degan ashlatib tushuntirgan. Tushundiki nima deydi anda? Buniki maqsadi islom dinimizdagi umumiy tarafdan hammani, asli islom dinimizdagi umumiy mana markazlashtirgan, uni mujassam mukarrar murakkablashtirib, uni rasmiy dunyoda vujudga kelgan narsaniki amal ishlarning ko'pinchisi 70-80% atrofida yetishsin keladi. Yetishsin sunnatdan keladi. Uniki asos manbai anayasa, ya'ni asos qonun nimadan keladi? Qur'oni Karimdan keladi. Qur'oni Karimning o'zi Alloh taolo tarafdan tushgan asos qonun, bu manba. Aniki buniki o'zini izohlashda uni bo'lib ketdi bir lafzning o'zi bir yani jiqmani bildirdi, yana bir ozmani bildirdi, yana bir qandoq qilib o'qimagan ekan. Buni qarab andiki payg'ambar alayhisolatu vasallam uni chu ashta izohlaydi. İzahlagandan keyin o'zining so'zi va amaliyati orqali meni sahabini o'gitish va o'zi qirish va oilani o'gitish orqali buni berdi. Meni Alloh taolo meni oyat mudaq degani mandaq deb uni ko'rsatdi. Men mushundaq kishini deymiz uni Rasululloh. Bu Allohning elchisi degan. Allohning elchisi bo'lgandan keyin bu e'tiboran elchiniki ma'nosi shar'iy tarafdan, mana islom dinimizni ko'rsatayotgan tarafdan mush ma'noni shu deymiz endi. Ma bizim Uyg'ur tilidagi pochtkash ma'nosi shu emas. Uni anglashtirsak bo'lmaydi. Bu da gapning o'zi natija keladi. O biz ishlatayotgan Uyg'ur gapning o'zini olib arabcha mushtaqti deb rivoyat. Yeni birsiga. Rivoyat degan gapning o'zini ma yedisning o'zida bizningki yedis kitoblarimizda rivoyat qilindi deydi.
Asli rava yarvi degan gapni yo'tkidi degan gap. Ya'ni nima degan gap yo'tkidi degan gap? Ya'ni bir odam o gapni odam anglagan bo'lsa, uni ikkinchi bir odam aytib mana yo'tkigan o'zini arab tilida deydi, uni naqala demasdan, uni ayrim bir yo'tkash bo'lgandan rivoyat deydi. Endi buni asosan bizniki islom dinimizda rivoyat degan gap bilan bizniki Uyg'ur tilida ishlatilayotgan, adabiy va boshqa tilda ishlatilayotgan rivoyat nima qilmaydi? Uning lafzisi o'xshasimi, lekin uning ishlatilayotgan o tarbichi o'xshamaydi. Endi bizning Uyg'ur tilida nima? Voy, mundaq rivoyat qilib demish, undaq qilib demish degan gapni o'zi, uniki kim rivoyat qilganligini, qanday rivoyat qilgan, rostmi, yolg'onmi, uning hech qanday bir aloqasi yo'q. Faqat xalq o'tirsida deyilayotgan bir gap. Nima deymiz uni? Xalq o'tiryotgan bir cho'chak. Cho'chak bo'lgandan buniki rost shundoq bo'ldimi, bo'lmadimi? Aminat o'yg'imi, har xurafiy nimalarni, aql muvofiq ish qilib binas kelmaydigan, shundoq ya'ni fantaziya bir shaklda binas cho'pa. Bu nima deymiz biz Uyg'ur tilida? Rivoyat deymiz. Endi bu gapni o'qib qarab andekan, yedisimiz davomli biz endi yalaqi ahlimiz rivoyat qilgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu rivoyatning asl manbasi yo'q. Kim dedi, kim nim qildi deb ma'lum tushish orqali yedisi zahar xandalik qilishdan iborat bo'lgan bu ishning o'zini bu yerga muqoddasi bilan ba'zi insonlar mushtaq yetkazib o'tadi. Bu yerda rivoyat degan gapning o'zi islom dinimizda nima? Rivoyat degan gap ya'ni yo'tkash degan gap bo'lsin, lekin bir islomiy talaffuz bo'lib, bu rivoyat qildi degan gapning o'zini mana muhaddis olimlar, hadis so'zlash olimlarimiz buniki o'zini har tarafdan alohida nim qildi, uni shart qo'ydi, uni bir buncha binas qo'ydi. Qo'ygandan apirib bir odam o'zi aniq anglab kelmish, ma'lumotlar yo'tkab undaq Buxoriy, Sahih Muslim bu kitob undaq yozgan u gap emas. O rivoyatning o'zida jazman u rivoyat, ya'ni Peygamber Aleyhisselam'da sahabınınki yotkişinin üzün tabiinga cezmen o sahabının üzü sahabe oluş gerek. Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında hayat buluş gerek, meclisi turuş gerek, Müslüman buluş gerek. Diğerlecek bir kanki ne bu var? Şart çopa. Hem o zatın üzü tuğulgan, vefat olgan, hayat yaşayan diğerlecek hemen seriştiriş arka onu tepip her bir bununki üzerine ne deydi o? Bu rivoyatniki o'zi bir ayrim pen. Bu shu penniki o'zining alohida nima bor? Bir tarmoq pen nimasi bor, uniki xususiy bir nima deymiz o yana hozirgi nima deb taxassus nimalar cho'pa. Masalan, ilm dal deydi-ku, ya'ni fakultet deganlarda ashta bir taraf bor. Masalan, asma rijal. Nima deydi? Asma rijal deydigan nima? Asma rijal degan gap 7 ta rivoyat qilgan kishilarniki ismlarini rasmiy tadqiq qilgan pen degan gap. Yin birisi andekin nima deymiz uni? Yin bir penning o'zimi jarh va ta'dil deydi. Jarh va ta'dil degan gap shu 7 ta rivoyat qilgan kishilarniki amaliy ahvolini tadqiq qilib, uni tanqid qilib, rost salohiyat bormidi, yo'qmidi deganida mundaq narsa kerakni o'zini tadqiq qilgan pen nima deydi? Jarh va ta'dil Şu deydi. Men mushundaq qilish orqali aldedikin sahabning o'zi, unidagi tabiin, unidagi keyingi Imom Buxoriy, Imom Muslim yetgan bir qancha kishining o'zini mundaq biz o'qib qo'yganmiz deb degan bilan asli uniki Imom Buxoriyning bu to'g'riliq yozgan bir ikki kitobi bor. Mening shu Asma-i Rijal to'g'riliq. Bir 3 kitob bor. Shunda Imom Muslim, Imom Turmizi, Imom meni shu yilqi Imom Abu Davud diğerler ve onun başka muhaddis alimlarınki aş 7 rivoyat qilgan ashabın tatib. Aş qancha sanat var, ravi var. Hammasının üzerine ajoyib tartib qilgan nima var? Alimlarimiz cho'pa. Men mushunasini üzerine deydi, hadis so'lash olimlar deydi. Men buni almaqachon 400 olimlar, 400 million olimlarning o'zi zamonimiz kerakchik. Buni almaqachon tadqiq qilib, uni qanday ekan almaqachon belki bo'ladi. Undan keyin biz mesela bir gapning o'zini ayat anglab demişmayat, uni qabul qilmaydi. Shu Imom Buxoriyniki 7siniki o'zini rivoyat qilib uni qabul qilishniki sharti qolgan muhaddis olimlar qarg'a vaqtida bakchin, bak yuqri bo'lganda shu Qur'oni Karimda qilib qolsa 7sinik jihatda Imom Buxoriyning Sahih Muslimniki kitobining o'zi 2-daraja turdi deb uniga rasmiy uni qabul qilib butun musulmon xalqi Müslüman halkınınki hemmesi bundan nima qilib bunga ma'qulchu deyildik. Chunki Imom Buxoriyni o'qigan odam bo'ladi, 7 kitobning o'zini o'qimagan odam, shu hozirgi jahil, 7 gap qotgan hech kimni bilmaydi bu. Faqat xiyoli, faqat gapning o'zini
Başka İslam dinimizdeki düşmanlarınınki kitibi, gap sözü, yak avazı, yak YouTube'den anlap, anladık asli tigit kesel olanca kesel tepiş balı dendi. O yenim kola söylümdek tutuşup kalan gap. Hani bu yaş görüp aşk yaptığın üzerine andıkken, mıntakı şeyde üzerinde aşk ustazı olan aşk deccalınki üzerinde gepini yetkep ekip andık. Bu doğruluk mukaddı gapni çok vardı. Hem de bu gapni değişimizin üzerine bu bizimki raylarımızda bize uygunusu burun gap, udak yapçı yoktu. Bu chet'e çıkkandıkken muhacir Uygurlarımızın içinde bunda bir ahvallar çok buvadıdı. Şuna bu gapning asli bombasının üzü bizimki Uygurlarınki o vatanlik vaqtida nereden saptı. Sırtık undak yaman maksat o diyamaydı. Şudak bilası olsun mu? Hakanç kafir olsun mu? Ben ateist, dinsiz, ben İslam dindi çıktım diyamaydı. Çünkü o yerden bana çünkü o yerde müstahkem İslam dinini durgan bir Uygur cemiyetimiz vardı. Her gün mahbi bolsa mı onu? Mahbi bazı okudu. Lekin aşkar kılamaydı. Aşkar kıldıktan hemmeden onun kadar bir tanesi cemiyeti sıkıp çıkarıp o meyli o atısı olsun, apısı olsun hemen alakı üzüp manevi nemi taraftan, alakı nemi taraftan jitip koyduğun gibi. O yer kılamaydı. Ma çeteli çoğu, ma bizim bozu gitti, ma guyla, mındak çok katkan gibi. Bunu her tefekkür kılışı bilmeymen, tadkıp bak, niye mi tadkıp kılışsa? Hiç bilmez. Yani demek, bu yaptığın değişimin sebepçi şu. Yani demek, yaptığın kolası başkasını ütüp gitti. Hazır hem de, yaptığınki asası nemi kesek, yani bu, pirişterniki işçide çıkan, nemilava elçiler çoğupa. Bu elçilerlik üze, yani pirişterniki çıkan elçilerlik üze, bunun insanlarınki işçideki çıkan pirişternime elçiler katta. Dep kılımız onuğa itkat çok kılımız. Yani Adem Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim degan qancha payg'ambar ismi muayyan adet ötken 25. 12 hikayesi ötken payg'ambar 3 yoki bir qancha. Yani 30 ya 28 20 chiqadi. Muşu peygamberler, onun başka Allah Teala tarixten bu yan aşıda bir qancha payg'ambarlarni muqan evet dedi. Ve minhum men qasasna aleyk ve minhum men lem naqsus aleyk. O peygamberler içinden sana hikaye sözler belgeli var. Hikaye sözler belgeli bir qancha demeli var. Peygamberler var dedi. Onda var ki şu peygamberler şu. Şu peygamberlerin umumisi hemmisi pirişterniki içi çıkan Cibril Aleyhisselam Azrail, Mikail, İsrafil tuvatkan men muşu pirişterde neme deyimiz onu ulu deptin kılımız katta deptin kılımız ona itkat çok kılımız. Hem de yeni bir kız qarashda yeni bir nememiz muş piriştlerin içinde çıkan muşu elçilerin üzü muş bütkül insaniyette neme o katta. İnsaniyette neme katta deyimiz. Bütün insanlardan. Şunu der umumi insanlar umumi pirişterde neme ulu deyimiz. Muştadem kılımız ona itkat çok kılımız. Nimiş kuntak kılışız? Pika adamdaki ama Nesepi rahmetullahi aleyhi degan gibi mutlak emas. Bizniki bir din doğruluk yapqanlığı qilsak, her qanday vaqtda olimlarimiz va uni boshqa mush ahlimiz vatgan her yerki olimlarning o'zi Qur'on hadisida asos qilib deydigan gapamdi. Her bir xurafi odami gibi ma emas. Undan keyin siz buniki ashundaq mazmunda ekanligini siz qanday tushunasiz? Deliliniz nima? Pok deydi. Bizniki delilimiz nima? Qur'on hadis. Shunda uni rasmiy tadqiq qilmoqolgan tushundirgan nima? Aql. Hammasi nima? Asl din bilan aqlda dinlik ta'limot bilan aqldagi tafakkurning ishqisi aqlning ishqi hargiz zidchi emas. Hammasi nima? O muvafiq. Çünkü dinning o'zi islom dinimizniki o'zi Alloh taolo tarafdan kelgan. Unda o'g'andikin Alloh taolo shu aqlni o'zi Alloh yaratgan. Unda o'g'andikin Alloh yaratgan bo'lgandikin hargiz bu aql boshqa bilasini, Allohning boshqa bilasi bo'lmaydi. Uni aqlni yaratishda mushunda nima var, mushunda muhim narsa var. Shunda narsa kerakni aqlni ma'adan ishlatib shuni qarab andiki ishilib borgan deb e'tiqod qilib shu bo'yicha amal qilib mushtacha o'tib ketsin. O'tib andiki u dunyoga vaqtida andiki buni jazosini uni so'rg'in tortib, agar yaxshi ish qilgan bo'lsa jannatda, yomon ish qilgan bo'lsa andiki aqlni qanday ishlatmading deb uniki jazosini o'zini oyat shu tasdin do'zaxda deb mushtacha qiladi. Buning asosan shuni biz shuni asosan mushtacha degandikin endi Imom Tabtazodi deydi. Amma pirishtalarniki umumiy xalqniki afzal. Pirishtalarniki elchilarniki umumiy insonlarniki ustidan ulardan
katta deganlikka bütün ummatning hammasi buni nima ijmo. Nimishqa? Balki zarur deydi. Shunda e'tiqod qilmasak-chi bo'lmaydi, chataq chiqadi deydi. Nima? Chataq chiqadi. Ammo ijmo bo'lgandiki bu tugida umumsiz. Buni dalil tuvandi deydi. Ammo insonlarning ichiga chiqqan firishtalarniki, insonlarning ichiga chiqqan elchilarniki, firishtalarning ichiga chiqqan elchilarning ustidan mana uning ulug' bo'lishi va umumiy xalqlarniki, firishtalarniki umumsiga mana unda katta bo'lishi tuvandiki bir qancha nimalar o dalil shu bor deydi. Bir qancha dalilning jihatidan mushtanim qilamiz unga mushta deymiz. Endi zodi yuqorida degandek umumiy firishtaning ichiga chiqqan elchilarning hamsi umumiy insonlarning katta deyishi bil ijmo dedi. Hammadan zodi bunga hammadan bir zarur, hammadan buni qoy. Uni zodi demisi uni bo'l qoy bo'ldi. Endi qolganiga tavanda bir qancha nimalar bor, oyat deydi sabab shuni qarab deydi. Birinchi mana bu yerdamda Allah Taala mana firishtaning o'zini Peygamber Adem Aleyhisselam'a seyit kılış kılım kıldı. Yani tazim, hürmet yüzüden, uluklar yüzüden onu sen tazim konuğunu mı kılan, hürmet bildiğin, diyen buyruğunu çok kıldı. Buyruğunu çok kıldı. Yani ne mi dedi? Allah Teala وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِسَ أَبَى وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Bu doğru ayet bir kanki yerde şu kedi. Biz pirişler şundan dedik ki ne mi dedik? Uscudu li Adem. Sila Adem'e gidim kılınlar, seyit kılınlar dedi. Seyit kılınlar diyen gapın üzerinde mi? Tefsir kitabının dersimizde de yutildi. Onda varken bu yerdeki seydinin üzerinde hakiki mahiyetki seydi mi? Ya ki bu tazim, hürmet diyen gap mı? Diyenin üzerinde bir kanki nemi var, göz karşı var. Yani demek muşu gapki asasen Allah Teala muşu ayet üzerinde piriştenlik umumisini Adem aleyhissalatu vesselam'niki üzerine seyit kılışka yani hürmet biliştiğini kıldı buyurdu. Yani Allah Teala'nınki Allah Teala'nınki temel söz bilen. Yani bu vapa yine birisi değil mi? Erayta hazellezi kerremte aleyye depti şeytan. Hem de aşağı diyen nimemedi taban. Yani şeytanın yüzü bunu kılım unmadı. Ve kana minel kafir. Şu ona kafir çok bol dedi. Diyen ki şeytan nemedi onu dedi ki ayeti değil. Erayta hazellezi kerremte aleyye. Aya muşine benim üstümde uluk kırıp başta Adem'in muşumu. Dep şeytan muştak dedi. Diyendekin yani demek Allah Teala'nınki şeytanı pirişten içinde şeytanlar bat yani alim nimeti bir mezgil onun içi tuğandekin Allah'ıma buyruk çık unumgandekin anda uyadı kovlapçı çıkardı dedim. Diyendekin şu vaktimizde muşune mine muşunun birkaç var başımını koyup seydi kılgan mahluk muşumu. Dep şeytan yüz ikrakan gibi. İkrakandaki yani demek mi ya da nemi çıkırken pirişteniki nimeleri yani pirişteniki müşahede yalaki pirişteniki yüzüden yani insanların umumisi nime o hem katta diyen çok yapıcı çıkıyor. Bu piriştenisi de yani yalaki elçi olan pirişten olsun. Yani başka pirişten hemmesi bunun işi çıkıyor. Kirgendeki bu itibardan şuna hemmenin kılına Adem'e seyit kılınlar degendikin Adem Aleyhisselam nemi o peygamber. Ondan olandikin muşluk asasen peygamberlerinki nemisi ki demez insanların içine çıkan peygamberlerinki üzü bu pirişterinki üzününki elçileri mi nemiken o hemmesi kaptiken degen gap çıkıyor. Öyle Allah Teala yeni bir ayetimizde ana hayrun minhu halaktani min narin ve halaklahu min tin. Mine şeytan Allah Teala sen onu seyit kıl desen nemi dedi? Yok dedi. Diyendik sen nimiş kundak kılsa diye vaktizde o cevap bir şeytan üçten dedi ki ana hayrun min. Ben onu da yaxşı. Nimiş ka? Çünkü beni sen otu yarattın, onu topudun, laydın yarattın. Lay diyen nersi neyim olmayan bizim görüşümüzde? Lay diyen nersi hemmeden descep, hemmeden pes taraf durdu. Ot diyen neyme? Ot diyen töpü örlep durdu. Örlep doğan diken hem çupa, hem yerde çupa. Onda doğan diken bununki işkelisinin menbesi karşısak aç taraf bildiğindeki ben onu uluk oğandaki ben şunu ben özlem çoğu tutup kibirli kırıp ben onu kılmadım. Ben seyit kılmadım. Ben müştak çok dedi. Digendeki mayadaki hem bu yerdeki buyruğuniki mina esi hikmetiniki muhtazası deme buyruk diye kandak oldu. Esi buyruğuniki esi
hikmetdeki muhtazası mene bu yılki tövenki adamni yuqorqi adamni nima qilish bo'ladi? Sayr qilish bo'ladi. Har qanday yerda o'zida bu yer buyruq qilgan uçanma üstünki adamni o'ziga tövenki adamni nima qilib buyruq qildi. Sen tövenki adamdan sama yuqori adamni nima qilgan, sayr qilgan degan gap chiqadi. Uni hurmatlab, uni hurmat bildirdi. Hamda hurmatning shakliga hurmatniki tarixi bu yan her millatlarning o'zida o'zlik tushliq bir xil nima va hurmat shakli va uniki shunda bir nimasi va uniki xarakteri bor. Shuni asosan o millatlar uniki qo'llanish orqali nima qildi? Uni sayr hurmati uchun bildirdi. Bizning Uyg'ur tilida beshini egishtirib salom qilish, ba'zanlar qo'lni mundoq qilish, ba'zanlar tarixi bu yana sayr qilish, ruku qilish, ba'zanlar yetib ashati ta'zim nima qilish, beshansini qo'yish. Uningdan boshqa ba'zi odamlar yukinib o'ltirish, shunga ba'zi odam yetish deganidek mushunda har xil nimasi bor. Endi bo'lgandiki shu vaqtda buni u tarafga qildi. Qandikin mana Alloh taolo Odam alayhisolamga firishtalarni ashtaq sayd qilishga buyurgandikin, bu e'tiboran sayd qil dedi, bu hurmat bildi degani bo'lib yerda gapchi bo'ldi. Bildigandikin bu shayton o'zi ashtaq degan ekan, ya'ni demak insonlarniki umumisi bilan firishtalarniki umumisi nima ekan, u katta ekan. Ham elchilarniki o'zimi kimdan katta ekan? Firishtaniki elchilardan katta ekan degan nima chiqadi? Gapga chiqadi. Ikkinchisi, endi ahli lisan arab tilini bilgan har qanday bir odam Alloh taolaniki tövenki va allama adamul asma kullah degan gapni shunda tushunadi. Nima deb? Alloh taolo Odam alayhisolatu vasallamga butkul mavjudotlarniki ismini o'rgatdi dedi. O'rgatdi degan menga buni tushunib baqsa, tushunsak shu chiqadiki jazman bu oyatdan bo'lgan maqsad nima qilmoqchi? Firishta Odam alayhisolamni firishtalarni yuqori qilmoqchi. Buni maqsad qildi har qala. Biz odamni bilan hammasini o'rgatdik dedik. O'rgatdik degandan andikin Alloh taolo o firishtaga nima qilgandikin, o'rgitib bo'lgandikin firishtaga xitob qilib nima dedi? Mana agar siz sodiq bo'lsanglar, men bu narsa xabarini berib beringlar dedi. Nima dedi o firishtada? La ilme lana illa ma allamtana. Bizningki ilmimiz yo'q, Alloh faqat o'rgatgan. Nima o'rgatishini bilamiz, buni boshqa ilmimiz yo'q deb oyada Odam alayhisolamdan to'van ekanligini ayolchi uqtirdi. Uqtirgandikin men mush oyatga asosan mana firishtaniki, mana shu yiliq Odam alayhisolam payg'ambarlarniki firishtanlik umumisi nima ekan, u katta ekan degan gap nima qildi? U yerda chiqdi. Yeni bir sen bu oyatning o'zi chiqadiki, ya'ni kimniki ilmisiz ziyoda bo'lgan bo'lsa, o'chang o'zida men bu odamniki hurmatlashga nima ekan, loyiq ekan degan gap chiqadi. Nima u? Bu qonuniyat. Kim ilm qaysi odamda kimda shu yuqori bo'lgan bo'lsa, u jazman ulug'. Ulug' bo'lgandan shu ilm o'zi bo'lmagan millatlarning o'zi, kishilarning o'zi uni nima qiladi? Hurmat bildiradi. Mana İslam dinimizdeki qonunchi mushu. Bir odamniki ulug' kat ekanliginiki bir dimir o'lcham, o odamniki vujudida rasmiy ilm bo'lishi kerak. Ilm bo'lgandimi, diniy ilm bo'lgan, Qur'on hadisniki ilmchi bo'lishi kerak. Ikkinchidan, mushu oyatga asosan, mushu allama adamul asosan degan mushu gapga asosan. Ikkinchidan, o odamning o'zi taqvo muttaqi bo'lishi kerak. Nima taqvo muttaqi bo'lishi kerak? Bunu da neymiş kudrat deyimiz? Çünkü Allah Teala yeni bir sure Hucurat'ın üzerinde neymi degen? Men obudu Rabbakum. Ya yuhannasu taqavu Rabbakum diyen ayet şu var. Şunda vaca'anlakum şuuben ve kabailen. Biz size her yerlik ve her milletçi kıldık. Ve meclis şuuben ve kabailen. Li ta'arafu. Niçin bu yerlik o millet kılsa? Bu içtimai turmuşta birbirimize tanışıp ayarlıkken, mamilletlikken diyen okuş için biz müştak kıldık dedik. Şundak bo'lgandikin o millet bu yerlik ya u yerlik bo'lib qolishi o'zi buningda ne bo'lmaydi, yo'quvchi bor. Hammasi o'xshash inson. Yashash darsida hammasi o'xshash. Lekin inna akramakum indalloh atqakum. Endi mayl u yerlik bo'lsin, qomillat ya amillat bo'lsin, shuning ichidagi kim eng taqvo bo'lgan bo'lsa, ya'ni Allohni tunib, Allohning amr farmonlarini qancha darajada shundoq yaxshi qilgan bo'lsa, uni buyruğa işlici qilib, yandığa işini yenib ishtaqan bo'lsam, meni bular
Qaysi millatdan qayalik bo'lishlik qat'iy nazar nim dedi o akramakum dedi. Sizning ichida chiqqan eng ulug' kishi dedi. Undan keyin bizning islom dinimizga bir odamning katta ya ulug' ya millatning ekanligini o'lchashda ikki narsa bor. Birisi iymon, nima ilm. İman bo'lmasa, demak, iman bo'lmagan kofirning hammasi to'lan. Zodi bizning e'tiqodimizda dedi. Alloh taolo uni nima dedi? Uni hayvon dedi. Hayvondan to'lan xor dedi. Balhum adal. Ulaika kal an'ami balhum adal. Men ular hayvon o'xshashdir. Hayvon o'xshashdir deb undan nima dedi? Balhum adal. Bal undan to'lan bular. Xor dedi. Undan keyin zot mu'min bilan kofirning o'tirisidagi nima? Farq men musho. Şu. Men Allah Teala yine bir ayet üzerinde ne dedi in sura beyin dedi bizde. İnnellezine amenu ve amilus salihati ulaika hayrul bariye. Men iman etgan, yaxshi ishlik qilgan kishilarning o'zi butkul insoniyatning ichidagi eng yaxshi kishi dedi. Uni g'ayricha etmagan to'ban, u tugidi. Unda o'tgan mushundaq musulmon bo'lgandan keyin musulmonlarning ichida bir odamniki hurmat bo'lib, ulug' katta bo'lib, endi hurmat bu bunday emas. Amaliyotda uni nima desa shu bo'yicha uni gapini qilish, shuning uchun boshliq va mas'ul qilish degan gap bu yer bilinadi. Bu hurmatlab qo'yib qalbimizni bundoq qo'yish emas. Ya'ni shu islom dinimizda imomatchilik va undan boshqa xalifa islom dinidagi boshliq bo'lish tarafidan mushun asos shu qiladi. Unda o'rniki bu yer o'lchab shu. İki tane ölçem var. Şunu qarab andık bu ulug' adam ekan deymiz. Hozir bu dunyodagi kimning buzi jiq bo'lsa, kimniki mana jiq bu yerga uy ashyo binas elib bu restoranda aqahni kichirib, andik uylar degan paloniyat o'ltiryapti, manjishqa vatda deb midiyotgan mashina kiyayotgan kiyim kechak, mana yeyotgan restorandagi yemekka qarab ulug' deb u nima? Bu dinsiz, bu nimaning ishi kofirniki, nimasi o, buniki tushunchasi. Bu tushunchaga asosan bu musulmonlarning buning ta'sir qilib hozir buni olatda bir odam qanday ekanini o'lchab bekitishda men mushunda asos yo'q qoladi. Bu nima emas, bu asos yo'q emas. Endi uchinchi dalil Alloh taolo Qur'oni Karim shunda dedi. Innalloha istafa Adama va Nuhan va ala Ibrohim va ala ali Imron ala alamin. Jazman Alloh taolo Odamni, Nuhni, Ibrohimni va Imronniki olgan kimni Meryem bilan İsa'nın üzerine butkul olamning o'zini nima qildik? Tanladik dedi. Tanladik degandan mana malaika olamlarni qatardi. Ya'ni olamda tanladik, olamda yuqori degandan olamning ichida firishta bor. Firishtami nima bor? Yuqori degan gap bo'ladi. Bu deydi. Endi buniki ichidan endi olamlarda firishta katta dedik. Degandan unda nima olamlardagi firishtadan men payg'ambarlar nima bo'lgan bo'ldi, kattachi bo'lgan bo'ldi. Katta bo'lgandan keyin endi buniki ichidan bir ijmo umumiy nima firishtaniki o'zidan, umumiy insonniki o'zidan, mana firishtaniki elchilardan ustiga kelib chiqarib olamiz. U unchoq emas. Ya'ni faqat insonlarning ichiga chiqqan elchilarning o'zi nimadan firishtaning katta degan gap. Ama bunun ichidan firishtaning katta degandan insonlarning ichidagi umumiy inson dodimi firishtaning ichiga chiqqan elchilarning katta degan gap bo'lmaydi bunda. Uni chiqarib olamiz. Undan keyin buniki o'zi aniki boshqa dillar orqali chiqarib olgan gap. Chiqarib olgandan keyin o'chamizni qanday qildani firishtaning ichidagi elchilar butun insoniyatdan nima katta degan gap chiqadi. Bunu anında çıkarıp aldık. Çıkarıp aldık başka ayet neyse asasen. O canlıda bu delil güman kaldı. Güman kaldıkken, endi bu güman cihette müştak olandıkken 12 açtak mı emes mi bu bunu için bildirir. Şu an başka bir delil var. Şu delil asasen andaki nimdeyimiz uçağımızda umumi insanların üzeri pirişlerdi nemeyken, umumi pirişlerdi kattıyken ama elçilerin üzeri umumi insanların nemeyken uluhken diye yapı çıkır değil. Dördüncü katta deganlik dedi. Gezmek bir insan mana en yuqori fazilatli kelma, fazilatli ilmi va amaliy ishninki en kattasi erishish va komil mukammalga mushundaq erishishning o'zi nim bilan bo'ladi?
Ma adam bak katta adam ekan, bak ulug' adam ekan. Bu ilmiy jihatda bak yuqori ekan. Ma adamning o'zi ilmiy va amaliy jihatda amal qilgan, katta ish qilgan, ishni ubda ish qilgan adam emaskanmi deb mundaq deyishniki o'zi nima bilan bo'ladi? Shu adam, shu kamolat, shu eng yuqori darajaga yetishning o'zida oshniki oldida bir to'salg'i bo'lgan bo'lsa, shu adamning o'zi to'salg'i bo'lib uni qildirmaydigan oshtaq binasi bo'lsa, bu adam shuning ustidan uni sabr qilib, chidab, uni ustida yengib oshtaq qilsa nima bo'ladi o'changizda? Ondiki buni deymiz, uni katta ulug' deymiz. O'changizda buni amaliyot maydon ko'rmay turib, uni oldida, uni yetishning oldida bir qancha to'salg'ini yengmay turib, opir buni katta ekan, voy nim bo'ldi mana misol hozir dunyoniklar madam turdi-ana. Futbol va kazanasida. Voy ma adam birinchi bo'ldi deb var vaqirishmishqa. Chunki aniki oldida o'ziga o'xshaydigan va unida yuqori bo'lgan bir raqib bor. Shuni adam o'zining butun shu harakat quvvatini nima qilib ish qilib, ondikan uni ustida g'alib qildi, ani ulug' bo'lgan gap. Unda o'lkin ulug' bo'lishi o'zi komil, mukammal, taqam to'liq mushtaq bo'lishi o'zidan adamning yetishlik jarayonida binas bo'lgan bo'lsa, uni yengib andik qilgan bo'lsa, andiki nima bo'ladi? O ulug'chi bo'ladi. Endi bu ulug' bo'lishi insonniki o'ziga mushtaqchi qildik. Qandikin endi bu ulug' bo'lishniki kamolat yetishniki birdan-bir to'salg'i naslima, insonniki ichidagi Alloh ashtaq yaratgan nima va bir shahvat bor. Bu shahvat birisi g'azab. Mush shahvatning o'zi inson asli murakkab, birisi jismiy, birisi ruhiy. Ma'naviy, ruhiy tarafdan. Unda o'lkin ma jismiy tarafdan kelgan narsa faqat bu jismga aloqador bo'lgan narsalarni o'zining qildi, tarjih qiladi. Tarjih qilib ana davomli shahvat tatliq narsa umra qiladi. Umra qilib buni uchun tarjih qilgan gap. Tarjih qilgandan keyin uniki qarshi bo'lgan ruhiy taraf uning qarshi nima qilgan bostirib anadikin. Sen mushtaq qilsam unda qilmayman deb ochiq kelsa uni besirib anadikin buni ustida aqli va diniy orqali qilsak bo'lmaydi. Ma shahvatning o'zi to'g'ri qilmasak bo'lmaydi. Shahvat degan o'ziniki har qanday bir narsa shahvat chiroyli tatliq ko'rsatsa, uning bir yo'li bor. Ammo uni ishib ketgan vaqtida bo'lmaydi degandek, men mushit diniy ilm orqali andik buni yengib andiki nima qilgan gap o'chamizda buni shu andik yuqori darajaga yetadigan gap. Yetgandan endi bu insonniki asli tabiatda har qanday bir inson yana birisiga mayli har qanday inson o'zi komil, mukammal bo'lsam bo'ldi deydigan nima va ish chupa. Men mush ish orqali davomli bunga shu bo'lsam bo'ldi deb buni qarshi nima va andiki bir to'zoq va bir to'salg'i va shuni qilish orqali uni yengib andiki nima qiladi buni intilib uni uchun yuqori chiqadi. Endi bu yerda Firishtalardan insonlarniki o'ttirishga nima qilsak, firishtaning o'zi nima yo'q. U faqat ruhdan tarkib topgan, yaratilgan maxluq bo'lgandikan, u jismda bo'lmagandikan, ulardan nima yo'q. U yerda shahvat, g'azab deydigan, ma insonlarda tepilgan moddaga asos bo'lgan yil shahvat paras, yil nima paras, mana ochiq yomon, yin bir nima hasad deydigan, bundaq bir narsa men deydigan, kibr deydigan bir narsa yo'q. Ularda shu yo'q. Bu faqat mushuk moddadan kelib chiqqan nima bo'lgan bo'ladi, o naskarachi bo'lgan bo'ladi. Endi shundoq vaqt o'zida bu odam o'zi ashidaqqa to'sal bo'lgan vaqt o'zida taxi bu odam o'zi chidab, ashni ustida qanchaga sabr qilib, ishni qilsa, andikin bu odam uni ustidan chiqilgan gap xolis bo'lib, andikin rasmiy qo'lish qilib, andichidigan vaqt o'zida andikin yuqori martabaga chiqilgan gap. Unda o'g'andiki bundaq bo'lishini o'zi to'g'ri. Firishtalar bundaq nima qilish uchun, oppoq bo'lish uchun insonniki o'zida ashta bir to'salg'i bor. Shu to'salg'ining ustida anidagi yuqorqi ashtaq chidab ashtaqqa bo'lsa, andi o'ni bo'ladi. Firishtaning ulug'ligi nima? Firishtaning ulug'ligi Firishtaniki u yo'q. U yo'q bo'lganligini demak, insonlarning o'zi firishtaning o'zida bo'lmagan binoskari yengib, uni da ashtab yuqorqandikin, yuqor martabaga erishib ulug' degan bo'lgan ekan, men bu e'tibordan nima bo'ldi o'chonida eng katta kishi bo'lgan bo'ladi. Buni qarab, shu umumiy insonlar ma firishtaning umumisi nima deymiz o'chonida katta deyishimiz sababchi mushunday nima u iborat. Endi Mu'tazila bilan endi mushu e'tiqodga biz deyotgan mushu e'tiqodning asosan bunga qarshi Mu'tazila bilan ba'zi nimalar falsafa, ya'ni faylasuflar. Bu Mu'tazila faylasuf o'zi va ba'zi Ash'ari mazhabli kishilarning o'zi buni unmaydi ekan. Unmay nima deydi ekan ular? Firishta mutlaq holatda insondan nima yuqori deydi ekan. Firishtalar yuqori.
Uning martabasi yuqori deydik. Endi Mu'tazilaning necha qatorni dersin, 5 ta zot bor bu. Biz islom dinimiz chiqqan eng nima ozg'un firqaning birisi. Endi faylasuf degan gapning o'zi, endi faylasufning o'zi bu yerda degani musulmon emas, g'ayri dindik bo'lgan falsafalar, faylasuflar. Bu gapni qilishi uchun ularniki mesela Hristiyan yoki Yahudi bo'lsa, ashtab nima qiladi ularda? Ashab e'tiqod qilgan e'tiqodi bor. Shu e'tiqodga asosan bularni gapini deb qo'yish shu. Hozir dunyoni idora qilayotgan nima? Dindan xoli bo'lgan falsafani shu asosiy o'qishniki nima qiladi o'changizda buni asos qiladi. Shu hozirgi falsafaning o'zi hargiz dinni asos qilmas. Moddiy mark nimaniki Darwin va Darwinniki o'ttir qo'ygan. Shuningdek Marx Engels deyotgan dinsiz zoniki o'ttir qo'ygan bir nimasi va bir o'ttir qo'ygan bir ma'lumot var. Ya'ni falsafa, ya'ni sabsatisi. Şunun kadar hazır hem şunu okup bazı okuyan adam küpünse mi şu yukarı mektep okuyan dinsiz buluşun sebebi şu. Benim müşriki üzüleydi. Şuna bazı Eş'ari de peygamber bir mezhep var Eş'ariye deydiğen. Şunun bazılarının ki üze mutlak aletin üzde pirişlerin ki üze insanlarda katta dedik. Zaten bir kaldı. Yani bunda değişinin ki üze bunu neymiş bu da deydi onun özü düştü dedi var. Neymiş kal? Onunki bir kaç yılı verip bunu bir dedi şu. Pirişler degan bu bir ruh olup, o maddeden xoli bo'lgan, hem kamil, mükemmel bo'lgan amaliyotdagi nima o bir maxluq. Nima o bir maxluq? O her qandoq bilan yomon eski ishniki o'zidan bu nima xala, nima pokiz uni deydi. Hech qanday o'nasi yo'q. Mesela shahvat, g'azab degan uchun o'xshagan. Shuningdek, mana zulmat, mana ilmsizlik va kazo deydigan bundan bir naskirahın üzgün emas, onun için onun xali. Bular men mushtaq bo'lgan tabiatin o'zi meni ajoyib nima ishlog'i nima qiladi, qila oladi. Har xil narsa uchun qiladi, shakli o'zgarib boshqani. Mushtaq qila oladi. Men bular koinotniki bütün sir ishlariniki hammasi Alloh taolo bildigan qadar insonni bildirmak ekan. Buniki o'tganki va kelajakning ishini o'zini hech qanday g'alat qilmasdan aynan nima qiladi, yetkazadi. İnsanda bir iş varken, onu her kanca dep koysa, bilip koygan olsa, uçak bilse, hata gidigan, mundak olur, mundak dep koygan bir işçi var. Ama pirişteniki herkes bundak bir terbiçi yok deydi. Muşu iyi var, üzül, bu akli deliler. Muşunki sebebiden bunu deydi ki, piriştenin üzül, umum insanların ulu deydi ki. Dese deydi İmam Tebtazani, biz bulağa cevap verip şunda deyimiz ki, bu gapniki asas menbeyi, o'ziniki falsafa usuli qoidasi bor. Shuni usti qurib cho'p duvogan gap. Nima u duvogan gap? U hargiz islomiy nimaga usti qo'yib cho'p degan gap emas. Islomniki usti qo'ygan bo'lsa nima deydi? Qur'on bilan nima deydi? Bu falsafa faylasuf degan bu kishilarning o'zi, bu diniy degan narsa uni biz aql, vahiy bilan ishimiz yo'q deb o'zimiz aql bak yomon hamma bilib ketdi deb deyotgan ashuniki asos qurilgan gap bu. Bu akli tarafı şu da, akli tarafı aşırı bildirdi. Bu bunun için şu, bizim devran cevabı şu. Bizdeki neymi deyiniz birimizde ma'lum kılgan derse, Kur'an bilen yetiz. Şunu asas çok kılmayız. Deydim. Hem de bulanınki umumi pirişlerin üzeri, umumi insandan, neyme onun katta deyişinin üzeri işkinci delil. Yani bunda bir delil var ki. Cezmet Peygamber aleyhisselamla ulanı ki bütün insanın ebzel bu turluğun ula övgünüzü deydi. Bütün insanın neyme o katta. Kat turluğun onunki husus neyme kılış onu övgünüş. Şunu dek ula şu pirişlerin neyme kılıdan deyin paydalıdır. Hem pirişlerin övgünüdür. Cibras'a mandatı bana deydi ana Peygamber'san onun da başka bu pirişlerin üzüldüğü neyme kılıdan deyki paydalıdır. Neymiş ki Allah Teala'nın ki ben açık sözün delilden ki ellemehu şedidul kuva. Mene Muhammed Aleyhisselam'a muşda kandak olduğu yüzüne kuş kuvvetin en güçlü olan Cibril neyim kıldı bunu öğretti dedi. Şuna Miraç çıkan vaxtida yanığı kim etmağın? Cibril Aleyhisselam etmağın. Anda o şu adam öğretti deyin gap buldu. Yine birisi Allah Teala'nın ki nezele bihur ruhul emin. Benim şu zatın üzge ruhul emin şu düştü.
Men ruhul amin degan nima? Men bir jonga pirishta ishonchlik, ergiz yolg'onchi gap qilmaydigan, nima shubbatib qilgan pirishta ulg'a, ya'ni Qur'onni yoki payg'ambar sallamni yoki Qur'onning o'zini Muhammad alayhisalom tushidi dedi. Degandikin Alloh taolo bu nima dedi? Ruhul amin dedi. Ruhul amin degandikin bu yerda deydi, hammadan bilgan bir ishga muallim, mutaallimdi nima? Afzal. Buni payg'ambarniki o'ziga tushigan vahiyning o'zi ruhul amin tushidi debdi. Tushigandikin tushadi degan gap, ani o'rgatdi deyotdi. Unda o'gandikin o'rgatkishi odam ulug' bo'lamdi, o'rgangishi odam ulug' bo'lamdi. Unda o'gandikin bu oyatning o'zi siz degandek oyatga qarasaqmi, biz uchonni nima bo'lgani, firishta o'rgatibdi payg'ambarga. Unda o'gandikin bu firishtadan nima katta ekan? Firishtalar payg'ambarga katta ekan. Unda siz bo'lmaydi debdi. Desa, bizning javobimiz bunday. Jazman Alloh taolo tarafdan bo'lgan ta'lim va firishtaning bu nimadir o o'rgatdi degani nima degan gap? O'rgatdi degan gap Alloh taolo tarafdan Jibril alayhisalomga o'rgatib, andik Jibril alayhisalom buni o'rgatdi degan gap. Nima o'rgatdi degan gap? Bu yerda firishtaniki asos nima o yetkizish. U yerda Jibril alayhisalom o'rgatdi degan gapning o'zidan, ya'ni Alloh taolo Jibril alayhisalom o'rgatib uni yetkizganni shu Alloh taolodan o'rgangan narsani anigan payg'ambar alayhisalom o'rgatgandan degandiki shu bu tarafdan Alloh taolo allamahu deb bu gapni shu ishlatdi. Asli o'rgatgan kishi kim? Alloh. Faqat firishtaning vazifasini yetkizish. Faqat Alloh taoloniki so'zning o'zini shu Allah bilan insanın ağırlığındaki bir vasıtçı. Vasıtçı oğandıkken o nasıl yetkiş oldu. O yani öğretken çıkmaydı azaydı oğan bolsun mu? Dedi. Asıl mahiyette öğretken kişi kim? Allah dedi. Bizim cevabımız şu dedi. Hem de üçüncü Mu'tezile bununki deydiğen umumi firişte insanın uluğu geldiğinin üzüden cezmen kitap sünnetindeki üzüde umumi bir kaydı var. Hemiz orta okşaş. O kavga olsa ulanınki zikrindeki üzeri peygamberlerinki zikrinin aldı doludu. Mesela imanımız bu şu. Ne diyemiz imanda? Amantu billahi ve malaiketihi ve kutubi rusulihi. Allah'da kim ne diyemiz o? Firişte deyimiz. Ondan için bu hem yerde bak Kur'an-ı Kerim'de amene Resulü bima unzile ileyhi amene Resulü bima unzile ileyhi min rabbi onun kulun amene billahi ve malaiketihi ve kutubihi ve rusulihi. Hemimiz müstakil keladi. Kelgandikin, yani demek ağaçның ismi başta olgandikin Resul'dan başka kim uluq olur ekan, firishta uluq olur ekan deydi. Fakat bu işin üzü aşıdak ilgili bu işi zikrinin üzüde Kur'an ve başka yanın üzüde ulanınki uluq ve katta oğlağın nemisi o dedili. Onda onu biz onun için neyimiz ular deyin katı deyimiz yaptı. Cevap şu, İmam Tepzadan şöyleydi. Cezmen bulanınki bundak bu şey ulanınki insan qarıgan vaqtida amaliyotga vücut chiqishlimi ilgari. Chunki Alloh taolo Adem alayhisalomni yaratgan vaqtida uniki oldida Alloh taolo nimani yaratgan? Firishtani uchun yaratgan. Ya'ni uniki oldida hani nima bo'lyapti? Uniki oldining o'zida jillayapti. Jillaning o'zi nima qildi? Yarshan idora qildi. Uni buzib ish qilib ketgandikin Alloh uniki nimasini hammani surib toqay qilib, hammani cho'l jazira dengiz u yer yaxshisin sen inson yaratib sen qanday qilding bir-birisi urushib boshlab buning salohiyatini yo'q qildi dedim oyatga asosan. Ha firishta shuni dedi, Adem alayhisalom yaratmadigan vaqtida ya Alloh bu qanday gap bo'lsa, yana mushundoq buzadigan, mushundoq qadam o'ltiradigan, qon to'kadigan odamni qilamlar. deb mushtoqchi deydi. Deganki shuni Alloh taolo bu yarmidi bu salohiyat qilamidi deb uni yo'qitib, uni yashash nemisini anidikin Adem alayhisalom nima qildi? U yerda yaratdi. Bu nima qildi uni? Adem alayhisalom yaratdi. Adem alayhisalomni yaratgan bo'lgandikin uningki oldida nima bo'lyapti? Firishta bo'lyapti. Mana Alloh taolo Adem alayhisalom yaratgan vaqtida mana insonlarning o'ziga yer shani yaratishni biz Alloh taolo "Vallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Vallazi khalaqa lakum ma fil ard" degan oyat cho'pa. Ya'ni Alloh taolo sizga zaminni nima qildi? Manfaat uchun yaratdi dedi. Siz uchun yaratdi degan keyin, ya'ni Alloh taolo yana demak bu zaminning o'zi butun insonni yaratishdan burun, Adem alayhisalom yaratishdan burun mushu suv, havo hamma narsalarni to'liq bir shaklda yaratib mushuni qilsa deb oxirida odamni nima qildi qanday qandaqki bir odam o'zi mana o'g'ilniga o'ylab uy yasab bundaq bir odam uy turmoqchi bo'lsa oldida hamma tayyor qilib andik mani qildim deydigan gap. Unda olkin
Bunu asasen Allah Teala aleminin ameliyatda Adem'den yukarı burun kim boğan, pirişte boğan. Şu itibardan şu az zikrinin üzerinde ve melaikezep Allah'ın iki yaşta kirişi, onun deki peygamberin kirişi sebepçi şu. Şöyle andaki bundan şu dilgen deyimizeydi. Ya ki pirişlerinki gepinin üzerine uyadın yine Allah'ın iki kirişi peygamberlerin isminin yukarı kirişinin sebepindeki yeni birisi cezmen olunki barlık bar degan gapning o'zi maxfiy deydi. Hammadan bunu ko'zuna ko'maymiz ana. Quloqqa angluvchi bo'lmaydi. İnsan ular qarg'a vaqtida nima qushliq. Nimishqa inson bir-birimizni ko'radi mana bar degan bo'ldi. Ammo pirishtaning o'zi bar deymiz, uni uchun ko'maymiz. Ko'rgan bo'lgandiki bu yerda pirishtaning o'zidan insonlar uchun pirishtaning o'zidan pirishtani payg'ambarlardan insonlarning o'zidan Peygamberlerin, insan içi çıkan peygamberlerden pirişterniki yüzünü yukarı kılışın sebep nime o? Ayette insan karga vaxtida insanların içi çıkan peygamberden manın yüzü mehbi olan diken bu pek mühim. Manı o şudak desek az işilip geçsiler ama piriştern yüzü mandak bir raursa Allah'ı kelmedak demişsek işelmezler. Şu itibarla Allah Teala matırık mühim tep karıp şu bu dibdi duyada pirişterniki yüzüne insanların işi çıkan peygamberlerinki ismini yukarı dep amantu billahi ve melaiketihi ve kutubi ve rusulihi dep Rasulun yüzü kindişi ve kitabın yüzü kindişi sebep şu. Çünkü eğer anda dep kavamız bu kirişten sahme balı ki telen derecede gap balıdır. Ama bu yer undacı cezmen Allah'taki bir kirişte var bunu cezmen okuşanı gerek değil çok gap oldu bir yerde o zikrin ilgili oluşu. Sizde giderek o uluq oluşu yakınıymış şu emez o deydimdi. Törtülse hem de bu yılki Mu'tezili şuna deydi. Umumi yani pirişlerin özü insanlarda nime o yok. Katta diş. Nimiş kadise yani Allah Teala'nın törtüncü şu. Törtüncü delili. Allah Teala Kur'an-ı Kerim şuna dedi. La yestenkifel mesihu eyyekun ebdelillah ve melâketu mukarrabun deptu. Mana Mesih aleyhissalatu vesselam Allah Teala kul buluşun üzerine her gün nim kömeydi onu har undakçı kömeydi. Onu şu har kömeydi. Ve şunu da mukarrab pirişlerin üzümçü nim kılmaydı bu yerde kömeydi depti. Onu har kömeydi depti. Diyen dikin deydi bulan cezmen mana ehli lisan. Yani şu Arap dilini bilge Adem'in üzü şunu bu gapni şunu ki cezmen pirişlerin üzü İsa aleyhissalatu vesselam demişken ebzelken degan gap chiqadi. Nishqa? Chunki qiyos. Mana iqazda. Qiyos bundaq bir misollarda mana taraqqiy qilishni pastdan ustunga taraqqiy qilish. Asqoyi shu. Pastdan deydi, ondaki ustunga deydigan gap. Ondan okeyin bu yaniki o'zida mana İsa'ma bunda qilmaydi va muqarrab bo'lgan pirishtam unda qilmaydi degandikin, ya'ni nima degan gapkan? Misali pastdan yuqori o'rlab olgandikin İsa'ni boshi degandikin, muqarrab pirishtam andiki degandikin, ya'ni qaytish bo'lgandikin, demak, mana payg'ambar Isa'ni insonni chiqqan payg'ambarning o'zi nima pirishtamdagi to'bankan. Chunki pirishtamning martabasi ustun bo'lgandikin, eng oxir nima deydi uni yuqorchi deydi. Degan. Şu yuqori bo'lgan uchun ishlatdi deydi. Shunga hozirki biz yashayotgan yerning o'zida shu bir yer yig'in to'planib qolgan taqilidana oldida to'vanki adam qildi. To'vanki eng oxirda boshliq ya bir adam qilib shuni tugitdi. Ammo bizniki Uyg'urning ichida undaqchi emas. Boshda bizniki nima qildi? Anda yaraq cho'la qildi. Deyildi, la yastankibu min hazal emr vezir ve sultan deyildi. Mana işten, minister özünçü her gün har kömeydi o, padişahımçı onda har görüp onda kılmaydı deydi. Piriştemi, ministerim kılmaydı o, hatta ki padişahım kılmaydı. Başta nemini gibi kıldı töven padişahı töven olan ministerlikine, onun da padişahlık yaptığı işi var. Deyilmeydi her gün, sultan ve vezir demeydi. Mana her gün padişah ve ministerim kılmaydı demeydi. Toğrani, şu demeydi. Ondan yok degiçe İsa aleyhissalatu vesselam İsa aleyhissalam gayrin oturuzda peygamberlerden hiç kanda bir kişininki ebzel yak dediğin bir gap yok.
Nima hammasi o'xshash kattalikda. Deb mushtaqchu deydi. Desa, biz javob berib shundaymiz. Biz javob berdik. Jazman nasaralar. Bular meni bak cho'ng bilib ketgan edi, u Isa alayhisolamni bak cho'ng bilib ketgan. Deb insonniki salohiyatini chiqarib, bu uniki yuqurisi ko'rib, ashta chiqib ketgan birolardan ko'rdiki, mana ular ko'tiryapti shuki u Alloh taolaniki bandalaridan bo'lgan bir bandi bo'lish salohiyatini ko'tiryapti deydi. Yo'q, bu banda emas bu. Nima deyapti ekan? Balki bu Allohning bir o'g'li ekan. Voy Allohning o'g'limiz ashta ko'tirib, ashta qilamdi, ha? Bu qanday gap bu? Agar inson bo'lgan bo'lsa, o'sha bizda bo'lib mushtaqchu qildi, andavan ekan, bu Allohniki ash o'g'lidek qildi bu. Bu insonchu emas ekan. Deydi. Nimishqa? Nimishqa deydi chunki Isa alayhissalom otisiz bo'lgan mujarrad otidan xoli bo'lgan bir maxluq. Otisi yo'q. Otisi yo'q bo'lgan ekan, mokkdan Maryam alayhisalom tug'ilib qolgan ekan, Maryam alayhisalom qo'p qarpasi o'zi oldi yashab cho'ng bo'lgan. Ya bir odam bilan bilas qilib baxmagan. O'sha deydi Isa alayhisalomni Maryam alayhisalom Yahudi degan vaqtda nima deydi? Ey, seniki ota-onang hech qanday bunda bir ishni qilgan bir piri, ya'ni bunda bir zina bir ishni qilgan bir odam bo'lmasa Maryam nerdan kelib qoldi bu? Deb boshqa deydi. Degan vaqtida andiki bu nima deydi andiki Allohning rahmatidan mushtaq bo'lgan bir ish deb Alloh taolo buni shu deydi. Qandaki Alloh taolo odamning o'zini otisiz va opsiz yaratgan ekan so'ra Kahfida bor. Nima? So'ra Maryamda. Alloh taolo Odam alayhisalomni otisiz va onasiz yaratgan deb, mana Isa alayhisalom nima yaratdi? Otisiz yaratdi. Alloh hamma narsaga nima qodir. Endi agar Alloh taolo İsa alayhisalomni yana ashundoq yaratib qo'ygan bo'lsa, amsi undoq bo'lgan bo'lsa, Alloh taolo odamni ashundoq nima yaratibdi? Meni otisiz, opsiz yaratibdi. Ammo Alloh taolo otisiz yaratish kuch yetmaydi oshmamdi. Qodir degan kisbitib bekovmashu, yolg'on ushmamdi deganga chiqib qoldi. Alloh taolo shunga ashuni kuchim yetdi deb, qandoqki odamni otisiz va onasiz yaratgan deb, bir odamni o'zini otisiz chu yaratma. Men qodir degan nima bo'ladi? Gap shu bo'ladi. Shunga yin birisi shu. Yin birisi anadikin İsa alayhisalom bunda çok kötürüp işinizi. Yin birisi qarab baksa şu davrın özüde İsa alayhisalom küz kömez, pes, aşında kişilerin özü sakayt otkan. Şunda qo'lini tikib qo'ysa, avtomatik sakayıp ketgan. Qarıg'ın özü küz esilib ketgan. Andaki tirig'in özü tirib qabrin özü şu qopgan, so'zlab ketgan. So'zlab ketgan ekan, bu hayron qoldi deb, bu inson emas ekan bu. Deb şuna buni aqida berib ular nima dedi ba'zanlar ilohimiz mush ekan. İlohimiz mush ekan deb şun bular iloh bo'lgan Taala men Isoniki badaniga tushib ekan, jism bo'lib mushu insonning so'rdida mushtaq chiqdi. Shu bizning ilohimiz deydi Alloh. Ba'zanlar deydi, uning deydi uni, ba'zanlar deydi İsa alayhisalomniki, Maryam alayhisalomniki qo'shiqqa Alloh tushib ekan, undagi tug'ilib ekan, bunday deydi. Jibril alayhisalom mushtaq ib ketgan deb shuna yana ularniki, yana e'tiqodning o'zidan men nima deydi uni salasi aqnum deydi. 3 narsa tarkib topgan iloh deb atiladi. Shuna ularniki e'tiqodida davomli İsa alayhisalom bu Maryam alayhisalom qo'lib ketgan mushtaq deydi. Buniki e'tiqodida tavhid dasha deb qaralsimi, lekin uchli murakkab bo'lgan, 3 narsa birlashgan bir iloh deb e'tiqod qildi. Birisi ruh, birisi nima? Ab. Birisi nima? Ab, birisi ruh. Men mush narsani tarkib topgan bu nima? Iloh deb nima qilgan e'tiqod qildim. Shunga bu mushtaq bo'lib ketgan ekan. Nima deydan ekan? Bu ilohkan, bu ilohning o'g'li ekan degan ekan. Ha, unda bo'lsa, o'g'lining o'zi otasining gapiga ibodat qilib, bunda qilmish bo'libdi degan tushunib qoldi. Shunga Alloh taolo aya nima deydilar? Ey insonlar, Iso deb Xudo deb e'tiqod qilgan, o'g'li deb qilgan, Iso alayhisalom men Allohga qulchiq bo'lishni o'zini har o'zicha rahatsiz hisoblamaydi. Hattoki yaqin perishtamchi qilmaydi deb gapni o'zida Alloh taolo ashta deyish sabab shu deydi. Endi Odam alayhisalomniki bolalarda bo'lgan qolgan bandalarniki xiloflar undaqchu emas. Endi Odam alayhisalom bolalarining ichida Alloh taolo ashta mo'jiza bersin, lekin undaq mo'jiza bermaydi. Masalan, İbrahim alayhisalom, Muhammad alayhisalom Qur'onni ana degan o'zi ko'rayotgan shu moddiy narsalarni o'zidillar, o'lib ketgan odam shundoq qo'ysa, gap qillar shu men mundaq deyotgan. Uni lekin bir odamning uyida nemish va hamma opirsa ma'ni qildan ani qilib deyotgan. Ko'z ko'rmagan, ko'rmas tug'ilib qolgan odam ko'z ko'rayotgan. Saqaymas kasal bo'lgan, pas kasal o'zi saqlayotgan. Kelgusi ismi xabar berayotgan. Unda o'niki bu
normaldagi ishdan qolgan payg'ambarlarga boshqa yiliq mana ma'nosi, lekin Iso alayhisalom mushlachu berib. Buni qarab andiki bu xristianlarning voy xudo kelmasmi? Xudoning o'g'li kelmasmi? deb ashtoqni ketgan, ezib ketgandek. Shunga Alloh taolo nima qildi bunga? Bu oyatning o'zida raddiya berib, ular shunda dediki, mana Masih o'g'li Adam mana har kun Allohga qul bo'lishni o'ziga nomus deb qaramaydi. Shuningdek, uningdan eng yuqori bo'lgan kim bor? Pishlar cho'pon muqarrab. Uni uchun qaramaydi deb bundoq degan shu deydi. Mana u eng yuqori bo'lgan kishi kimdi? Ular shunda bir kishiki, ularniki otasimi yo'q, opasimi yo'q. Qandaqki Isoning otasi yo'q odam ashtaq o'zini past deb ko'rmagan ekan, mana Alloh taolo mana bu nimaniki, bu firishtaning o'zini mana otasiz, opasiz yaratgan. Yaratganlik buni nima qilmaydi mana to'pidan ta'til to'piga cho'ygan bo'ladi. Va kuchaydi ular Allohning izni bilan mana bundan eng kuchli narsaga nima qildi? Kuchaydi. Masalan, nima qilib? Aylan qog'ilib, mana u ashtaq bergandiki, buni qarta Alloh taolo buni mo'jiza ashtaq berib, shu ko'z ko'rmaydigan paskasar terhin tildirdigan men mushtaq nima va ishni shu qiladi. Shuni beriklik shu Musa alayhisalomga, Iso alayhisalomga. Unda lekin bu yerda o'rlash va taraqqiy qilish degan gap u nima deydi ish u faqat tajarrudlik ishida qartilgan gap. Ham kuchli bir asarni o'zi deb qilgan gap, uni oshkor qilgan gap. Bu yer pastdan yuqori taraqqiy qildi degan gap, o'chanda ma'nosi kuchli, ma'nosi tavat degan gap o'zi shu yerga cho'dim qilgan gap, u qartilgan gap. Emas mutlaq sharaf va kamolchi emas. Bu yer ma'nodan deb qo'shishni o'zi ben töventi ma'nomisi bak kuchli degancha emas. Bu yer undamı deydi, ba'zi vaqtlarda sharaf mumkin deyilmaydi. Ba'zi madem ma'no kuchli degan gap, o'shan madem amaliyotda madem bak kuchli bir narsa ko'tara oladi, qila oladi degan gap bo'ldi. Anidagi ojiz madem kuchli deb ayar deyildi. Faqat u taraqqiy qilishning o'zi bu yerniki o'zi sharaf marafat deyilmaydigan ish shu bor. Bu yer shu deyiladi. Unda lekin bu yerda firishtaniki bilan katta deganlikniki o'ziga hargiz bu yer deyilchi yo'q. Bu yerda alim deganda ayollar firishtaning o'zini nima qilmaydiganki Isoning firishta katta bo'ldi, firishta katta bo'ldi. degan gapni shu qoldi deydi. Bundoqchi emas. deb Imom Tabtazoni buniki gapi mustaqil raddiya berdi. Shunga bu gapni nima qildi bu kitob tugadi. Valhamdulillahi ala tamam va ala rasulihi afzalus salam. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alihi ecma'in. Deb, men İmam Tabtazani rahmetullahi aleyhi yüzün kitabını Allah Teala'ga men şu kitabını to'liq bir şekilde tamamlab, muşa yizib kelganlikka Allohga rahmat etibdi. Durchu hamdichi sanatchi etibdi. Shuningdek, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'qibdi. Bizmi men Allohga ko'p nima qilamiz? Rahmat etsin. Chunki bu kitob İslam dinimizdeki neç yıldan ya okuyatkan, ehl-i sünnet ve cemaatindeki itiqad mucessemleştirgan, ilim kalam divatkan, yani İslami felsefenin asas kıvatkan, benim şu kılıç arka İslam ehl-i sünnet ve cemaatindeki itiqadını mucessemleştirgen, şekillendirgen bir kitap. Bu akli kitap. Ben aklıdaki paylaşıp deydi ama paylaşıp velik mağlının müelleşilmez. İlmi kalam degen şu. Yani bu delil akli arkalık ve Kur'an yazısını asas kılıp delil aklını işletici arkalık bu İslam dinimizdeki itikadi kısmının üzerine, iman kısmının üzerine kandak bir şekilde doğru bir taraf kılış diye asas kılgan kitap bu. Bu nahit mühim kitap. Ama onun da başka kitabı var. Onun başka mesela yılki İmam Tahavi'ninki akide Tahavi ve onun başka bir kançı var. O mu şurada boş mu? Lekin ma kitabninki üzü acayip bir nima. Bu akli çok çıkkada bunu nukalamaydı, okumaydı. Çok bu müşkil kitaptı. Unda lekin muşu kitabını okuş. Çünkü muşu kitabını okup mezmunu düşüp kan bolsa andık İslam dinimizdeki qandaq bir din ekanligini, Allohning qandaq bir zot ekanligini, o zotning sifati qandaq ekanligini, mana buni qarshi olgan ahl sunnat jamoat o'tirgan e'tiqodi qandaq to'g'ri ekan andiki biladi. Agar buni xoli bo'lib qolgan bo'lsa, masalan, Mu'tazila ajoyib yomon bu. Mu'tazilaning o'zi aql muvofiq bo'lgan hammadan buni kelib ishib kelgan gap. Mana buniki o'zini birdan bir uni o e'tiqodning o'zini bo'libmi Mu'tazilaning yosh e'tiqodining o'zini onun xato ekanini isbotlaydigan birdan bir kitob shu Shar'iy aqoid nasabiy degan İmam Tabtazani rahmetullohi alayhi gapi. Shu bat bu kitob. Men shunday bir kitobning o'zini Alloh taolo bizga yana tugatishga muvaffaq qilganlikka meni haddi hisobsiz Allohga rahmat deymiz. Shuningdek Muhammad sallallohu alayhi vasallam durchi yo'llaymiz. Shunga bu kitobimizning o'zi men bugun nima qildim,
tugadi. Tugab mana 2026da 6 oyniki 21 nima qildi, tugagan bo'ldi. Muharramniki 1446-48 Muharram oyida nima qilgan bo'ldi, degan bo'ldi. Oxirida ana alhamdulillahi robbil alamin.